Assalomu alaykum, YouTube'da meni kuzatib borayotgan qadri baland qadrdonlarim. Bugun men sizlarga Yunusobod tumanidan juda ham bir ajoyib bo'lgan, o'zimga yoqqan hovlini ko'rsatmoqchiman. Yunusobod tumani 15-kvartalda joylashgan Bobo dehqon mahallada mana shunaqangi 1.7 sotuvli xonadonni sizlarga ko'rsataman. O'rtoqlar, juda chiroyli, 100% mebel texnikalari bilan tayyor remontladi. 5 ta qurilgan, hozirda 2 ta dona sotuvda qolgan. Mana shu darvozaxonasi ko'rib turganingizdek katta bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tomonda stol qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Endi kirib ko'rishimizni chap qo'lda bitta ko'chada o'zining hojatxonasi joylashgan, hali uborkalari oxiriga yetkazilmagan. Buni yonginasida bo'lsa yozgi oshxonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Binomizni tashqaridan ko'rinishi примерно mana shundoq bo'ladi o'rtoqlar. Juda chiroyli remont qilib qo'yilgan uyimizni. Video davomida maslagiga mebellari bilan ko'rsatib ketaman. Umuman videoni uzmasdan, montaj qilmasdan YouTube'ga joylayman. To'liq video hisoblanadi bu. Mana asosiy binoga kirib ko'rishimiz bilan mana shunaqangi hol bizani kutib oladi o'rtoqlar. Living room, bu tomonda televizorni qoldirgan, televizorlarni qo'yib, divanni qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. O'ng tomondan boshlaymiz. O'ng tomoniga kelganimizda o'rtoqlar, ayollarimizning sevimli xonasi bo'lgan oshxona. Oshxonani qaranglar chiroyliligini. Hoffman brendidan anjom bilan ishlatilgan. Juda bilgan bo'ladi, Hoffman brendini hamma ham qo'yvermaydi. Sifatli brend hisoblanadi va рабочий zonalari ham juda zo'r ekan o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz 100% tayyor holatda. Endi buni yonginasida bo'lsa, birinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimizda ham kerakli barcha jihozlar o'rnatib qo'yilgan. Kiyiminglar bilan kelasizlar, yashayverasizlar deb borib. Aytib o'tishim kerak, har bitta xonada to'pli pol uchun mana shunaqangi datchiklar o'rnatib ketilgan. Har bitta xonada, hattoki sanuzelda ham alohida. Hovlimizda ham bor. Hovlimizda mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi o'rtoqlar. Bu yoq tomonda orqa hovlimizda ham mavjud, havo aylantirish uchun. Orqa hovli qoldirib ketilgan, ko'rishingiz mumkin. Buni mana orqa hovli, buni yonginasida yosh katta insonlar uchun bitta yotoqxona qilingan. Otaxona xollariga zinadan yuqoriga chiqishga qiynaladigan insonlar uchun bu yerda TV zonasi, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Pardoz andoz uchun mo'ljallangan burchagimiz va shkoflarimiz, mebellarni qaranglar. Juda chiroyli. Akamizlarning o'zlari ichlari bo'yicha har bittasini o'zim borib tanlaganman deb turib quruvchi akalarimizni o'zimga qurgandek qurganman deb aytdilar. Qisqasini aytganda, endi hol orqali ikkinchi xonaga keladigan bo'lsak, ikkinchi xonamiz zal qismimiz o'rtoqlar. Zalni qaranglar, kengligini, ko'chaga qaragan o'zining oynalariga ega zalimizda stol-stullar qilib, bemalol menimcha 12 ta kishilik stullarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonda mana shunaqangi dekoratsiyalar ishlatilgan TV zonalar yo'llariga juda chiroyli. Bu xonamizda ham aytib o'tgandek, to'pli pol o'zining datchigi bor. Men sizlarga minus birinchi qavatdan boshlayman, ikkinchi qavatdan emas, minus birinchi qavatga tushamiz o'rtoqlar. Minus birinchi qavatga mana shunaqangi chiroyli podsvetkali zinalar orqali tushib kelamiz. Minus birinchi qavatga tushganimizda mana shunaqangi keng, mana ko'rib turganingizdek, hol qismi, bu yoq tomonda mana joy bor. Kerakli narsalarni qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Tushganimizda chap qo'lda bitta xona joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limizda podvoldagi xonamiz, bu yerda ham rozetkalar qoldirib ketilgan. Buni yonginasida yana bitta xonamiz joylashgan o'rtoqlar. Bu yerda mana dimoxodlarga ham joylar qoldirib, dimoxodlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yoq tomon bitta sklatga mo'ljallangan orqa hovlimizning teg qismi joylashgan. Endi podvoldagi oxirgi xonamiz xonadonimizning yuragi hisoblanadi. Kotelniy qismimiz o'rtoqlar, kotelniyni qaranglar. Juda chiroyli ishlagan usta akalarimiz, santexnik akalarimiz ikkitalab kotel qo'yib qo'yilgan. Mana bu brendchi bilgan biladi. Har bitta quruvchi ham bunaqa Bugatti firmasiga mansub kotellar sotiladigan uylarga qo'yavermaydi o'rtoqlar. Chunki bu juda qimmat brend hisoblanadi, Bugatti brendi. Примерно $1000 oshib turadi. Asosan sotiladigan uylarda quruvchi akalarimiz $300-400 kotellarni o'rnatadi. Endi men sizlarni ikkinchi qavatga taklif qilaman. Mana buni qaranglar. Men sizlarga ko'rsam podsvetkalarni. Juda chiroyli zinamizdan podsvetkalari. Zinalarimiz o'zi ham juda ham chiroyli ishlangan ekan. Mana shunaqangi ko'rinishda, atmosferada ikkinchi qavatga ham chiqib oldik o'rtoqlar. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda men sizlarga mana shunaqangi hol bo'ladi. Chap tomondan ko'rsatib beraman. Bu yoq tomonda mansarda qismiga chiqib ketadigan zinamiz. Buni yonginasida bo'lsa bitta spalni joylashgan. Bu spalni ham yosh kattalarga spalni qilib berib qo'ysanglar bo'ladi. Ayniqsa mana shkoflari o'zimga juda yoqdi boru. Juda ham chiroyli, bu yerda ham kerakli barcha mebellar o'rnatib qo'yilgan. Endi buni yonginasida xo'p, ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham kerakli barcha narsalar o'rnatib qo'yilgan. Buni yonginasida
qiz bolalarga mo'ljallangan detskiy o'rtoqlar. Kamera yetkazib bera olmayapti sizlarga. Bu ranglarni qanaqangi nejni yoqimliligini. Qaranglar, juda chiroyli, xudo xolasa, o'zim ham qizli bo'lsam mana shunaqangi chiroyli xona qilib beraman. Pushti mebellar bilan. Bu yoq tomondagi mebellarni qaranglar. Ozgina hansirab qoldim. 6 minutdan beri to'xtamasdan yurib gapiryapman o'rtoqlar. Xafa bo'lish yo'q. Bu yoq tomonda mana hovli orqali kelganimizda balkon qismi joylashgan. Balkondan ko'chani bemalol ko'rib tursanglar bo'ladi. Va buni ro'parasida bo'lsa, o'g'il bolalarga mo'ljallangan detskiy xonamiz o'rtoqlar. Ko'rishinglar mumkin detskiyimizni. Bu yoq tomonda ham mana buni o'zining ichida yana shkoflari ham bor. Bu yoqda dars qilib o'tirsa, bu yoqda uxlaydi mana. Bu yoqda kiyimlarini o'rnatib qo'yiladi va ikkinchi qavatdagi oxirgi 4-xonamizda ota-onalar yotoqxonasi. Bu master spalni hisoblanadi. Buni o'zining ichida to'liq sanuzullari bor o'rtoqlar, qaranglar. O'zimga eng yoqqan xonalardan biri mana shu bo'ldi. Qiz bolaning detskiysidan keyingi o'rinda. Mana qaranglar. Barcha mebellar ustonovka qilingani ham joylarimizda keng qolgan. Umuman tor xona yo'q. 1712 ta xona bordi, yana xonalari tor emas. Quruvchi akalarimizning gap yo'q dedim, lekin bor-u mahoratlariga. Mana shunaqangi to'mpolar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Bu bossa ochilar ekan. Mexanizmni qaranglar. Master spaningni chiroyliligini. Bu yoq tomonda mana pardoz andozin uchun joy va shkoflari hamchi devori ichiga qilib qo'yilgan ekan. Bu yoq tomonda mana devor qilingan arkali. Ichiga kuxniy mebel dorma uzr. Mana shunaqangi kiyimlar osib qo'yish uchun shkofni joylashtirib yuborishgan. Mana buni qaranglar, kiyimlarni ko'ylakdan osib qo'ysa, bunda tortasizlar. Kerakli narsalarni olasizlar-da, keyin bundoq joyiga ko'tarib yuborasizlar, bo'ldi. Gap yo'q lekin. Alohida mehr berishgan mana shu narsalargacha. Endi men sizlarni 4-qavatga olib chiqaman. O'rtoqlar, 4-qavatga. Mana shunaqangi chiroyli zinalar orqali men sizlarni 4-qavatga taklif qilaman. 4-qavatga chiqqanimizda mansarda qismi bu uyimizning eng yoqqan tarafi menga ko'p bolajon oilalar uchun mo'ljallangan menimcha. Bu har bitta bolaga alohida xona qilib berib qo'ysanglar bo'ladi. Mansarda qismiga chiqqanimizda sizlarga past ko'rinishi mumkin, lekin meni bo'yim 1.86. Yana joy qotib tepada. Bolalarga zo'r mo'ljallangan. Mansardaga chiqqanimizda chap qo'lda birinchi xonamizda joylashgan. Bu xonalarimiz ham bu yana ham baland, qaranglar. Mana shu yerda turgan bo'lsam, meni tepamda ancha joy bor. Mana shunaqangi bitta xona, buni yonginasida mansarda 4-qavat uchun alohida sanuzul joylashgan. Hamma uylarda ham mansarda sanuzul ko'ravermaysizlar o'rtoqlar. Xo'p, buni yonginasida yana bitta xonamiz. Ikkinchi xona. Buni ham bo'ylari baland xonani va mana shunaqangi katta hol va 3-xonamiz. Mansardadagi. Bu xonamiz eng keng ekan meni fikrimcha. Eng kengi ham eng balandi. Ko'rishinglar mumkin. Yetmayapti bo'yim. Zo'r, lekin gap yo'q. Aytayotganimdek, manzilimizda Yunusobod tumani 15-kvartalda joylashgan. Bobo dehqon mahallani ko'pchilik biladi. 1.7 480 kvadrat 12 ta xonasi bor o'rtoqlar. 100% mebel texnikalar bilan kirib yashashinglarga tayyor holatdagi xonadan sotuvga chiqyapti. Narxi 279.900 dollar chiqyapti o'rtoqlar. Zo'r narx. Bunaqa narxga Yunusobod tumanidan yangi qurilgan yana bo'lib ham mebel texnikalari bilan mana shunaqangi chiroyli podsvetkali xonadan topishinglar qiyin o'rtoqlar. Ulgurib qolinglar, pastda nomerlar bo'ladi. Murojaat uchun deb yozib qoldiraman. O'sha nomerlarga aloqa chiqib, egalaridan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Biz ham unaqa ustiga qo'yib narsa sotmaymiz. Egalar necha pul aytgan bo'lsa, o'sha narxda chiqaramiz o'rtoqlar. Biz makler emasmiz, biz realtormiz. To'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni ham, egalarning nomerlarini ham berishimiz mumkin agar xohlasanglar. Salomat bo'linglar, xudo xolisa kuzatib boringlar. Bundan ham zo'r variantlarni qo'yib borishda davom etamiz. Avtomatik darvozalarni yopilishini bitta ko'rib qo'yinglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.